بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Endi ro'zaning qazo va kafforatiga oid fiqhiy kitoblarimizda bayon qilingan masalalarni ba'zisini zikr qilamiz. Kim quyidagilarni o'z xohishi bilan amalga oshirsa, uning ro'zasi buziladi va unga ro'zaning qazosini tutib kafforat o'tash vojib bo'ladi. Ozuqa yoki darmon bo'luvchi biron narsani qasddan yeyish yoki ichish, jinsiy aloqa qilish, ya'ni bunday holatda mani to'kilishi yoki to'kilmasligining farqi yo'q. Garchi ayol erkak tarafidan majburlansa ham unga ham kafforat vojib bo'ladi. Kafforat faqat Ramazon ro'zasini uzursiz ochganlar uchun tayin qilingan. Boshqa turdagi ro'zalarni ochib yuborganlar faqat ro'zani qazosini tutadilar. Kafforat ularga vojib bo'lmaydi. Kafforat Ramazon oyi ro'zasining hurmatidan shariatga joriy qilingan. Sababi bu ulug' oyda tutiladigan ro'zaning qadri va o'rni kattadir. Quyidagi holatlarda esa ro'za ochilib faqat qazosini tutish vojib bo'ladi. Ozuqa sanalmaydigan va odam odatda uni yemaydigan narsalarni tanovul qilish, masalan, xom guruch, xamir, ko'p miqdordagi tuz yeyish, pishmagan meva yeyish, tishlar orasida qolgan no'xatdan katta narsani yeyish, paxta, qog'oz, teri, tosh, tanga kabi narsalarni yutish yoki yeyish, ovqat yoki dori darmonni shar'iy uzr, bemorlik, safar yoki majburlash, xato, e'tiborsizlik hamda shubha sababidan tanovul qilish. O'z ixtiyori bilan ichiga tutun yutsa, bir odamning majburlashi yoki aldov yo'li bilan ro'zani ochib yuborsa, saharlik vaqti hali chiqqani yo'q degan gumon bilan yeb ichishda davom etsa va borib qaraganda saharlik vaqti chiqqan bo'lsa, shuningdek iftor vaqti bo'ldi deb o'ylab og'zini ochganidan keyin hali iftor vaqti bo'lmagani ma'lum bo'lsa, qasddan og'zi to'la qussa ham qazo tutadi. Agar ro'zadorligi esidan chiqib, og'zi to'lmasdan taom emas, balg'am qussa, ro'zasi ochilmaydi. Tahoratda og'iz chayayotganida ehtiyotsizlik bilan suv yutib yuborsa, bir kishi kechasi saharlikdan oldin niyat qilolmay, kunduzi niyat qilgan bo'lsa, keyin ro'zam to'g'ri bo'larmikin degan shubha bilan taom yesa yoki ichimlik ichsa, qazosini tutib beradi. Hozirgi aytganlarimizda faqat Ramazon ro'zasini buzgan bo'ladi, qazosini tutadi, kafforat ado qilmaydi. Biz yuqorida sanab o'tganlarimiz ro'zaning buzilishiga sabab bo'ladigan omillar edi. Aytilgan mau'izalardan Robbimiz hammamizga yaxshi manfaatlar bersin.